Avvalambor hammaga sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Короче, men bilmadim qanday bunaqa narsalar bo'ldi. Mening telefonim biroz bo'lib ketdi bolalar. Minecraft akkauntim, Pony Minecraftni o'zi va Imperial Business ayniqsa shu mehmon o'chib ketdi, hamma narsa barbod bo'ldi do'stlar. Endi nima qilishni bilmayapman, shuning uchun ham bir oydan beri umuman video qo'ymadim bolalar. Sizlar bitta tavsiya bersanglar, men shularga qarab yangi narsalarni qo'yib boraman do'stlar. Men boy va kambag'al videosi men 120 ming obunachida chiqadi do'stlar. Boy va kambag'al videosi 120 obunachida do'stlar. 100 taga ozgina qoldik do'stlar. Minecraft yo'nalishidan metod bo'ladi. Endi do'stlar qishloqda yana bir narsalar qilib do'stlar, voqealarni qilib do'stlar, yo Imperial Business'ni qaytadan boshlaymiz menimcha do'stlar. Mana shu video 20 ta like yig'sa Imperial Business videosi qaytadan chiqadi. Agar 120 obunachi bo'lsa do'stlar, boy va kambag'al videosi chiqadi do'stlar. Va men stream qilaman do'stlar, lekin qilib bo'lmayapti. Bir narsa nosozliklar deyaptimi, uni ham hal qilamiz do'stlar. Mayli do'stlar, sog' omon bo'linglar.